Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda ko'rib turganimdan barchangizni xursandman do'stlar. Xo'p do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Rayvat Coin dasturini ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol foydalanib sizlar ham pul ishlashlaring mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, Rayvat Coin hozirda juda ham yaxshi Rayvat Coin pointlarni bermoqda va boshqa narsalarda ham ko'proq bermoqda do'stlar. Bundan foydalanib olish kerak do'stlar. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson va sodda do'stlar. Kirasiz, xohlasangiz single tugmasini bosib Google email kiritasiz, parolni qayta takrorlab shu orqali kirishingiz mumkin yoki shunchaki Google akkaunt orqali ham kirsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, Google orqali kirib olganingizda mana shunday oyna ochiladi, ozgina загрузка qiladi. Hop, keyin nima qilishimiz kerak bo'ladi do'stlar? Hozir kirib olgandan so'ng davom ettiramiz. Ungacha bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Hop, asosiy bo'limga o'tib olamiz. Buni ham telefonda, ham kompyuterda ham foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Hozir mendagi kompyuter ikkinchi urovenda. Bu ikkinchi urovenda oshirganingiz sari urovingiz mining ishlash yaxshi bo'lib boraveradi do'stlar. Birinchi kirganingizda sizda hech nima bo'lmaydi, faqat shu kompyuterni o'zi bo'ladi. Hop, mana bu mininglarni do'stlar men shunchaki ishlab olganman. Mana shu o'yinlarni o'ynagan holda 1 oy davomida ishlab topdim mana shu mininglarni do'stlar. Hop, endi bunga mana bu xonim stolimizga endi biz mining apparatini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, biz hozir do'stlar birinchi o'yin o'ynashni boshlaganingizda sizda 10 ta o'yin bo'ladi. Birinchi darajali, keyin 10 ta o'yinni o'ynaganingizdan so'ng sizda ham ikkinchi darajali kompyuter ochiladi. Unda 20 ta o'yin bo'ladi do'stlar. 20 ta o'yinni barchasini o'ynaganingiz sari sizga Rayvat Coin mana shu yerda turgan barcha narsalardan sizga ma'lum bir miqdorda berib boriladi do'stlar. Menga 2 marta Rayvat Coin berildi. Ikkalasida ham 1 Rayvat Coin'dan berildi do'stlar. 2 Rayvat Coin berildi. Mana bu yerda energiyamizni do'stlar, biz energiyamizni sarflashimiz uchun, to'plashimiz uchun o'yin o'ynashimiz kerak bo'ladi. Bu o'yinni qanday o'ynashligimizni ko'rib o'tamiz. Hop, mana buni bu yerga qo'yamiz, buni bu yerga va buni bu yerga qo'yamiz, buni bu yerga qo'yib do'stlar mana bu tepadagini olsak, mana bu hammasi bitta bo'lib bir-biriga o'tadi do'stlar. Mana shu tarzda o'ynanadi do'stlar bu o'yinimiz. Eng yaxshi o'yinlardan mana shu va bizga 500 point berildi do'stlar. Bu 500 pointimiz qachon beriladi? Har bitta o'ynaganimizda 3 tadan o'ynaganimizda bitta energiya beradi bizga do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek 3 ta energiya bo'ldi. Qolganlarini ham o'ynab mana shu tarzda energiyalarni ko'paytirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Mana shu o'yini ham yaxshi, keyin mana bu o'yini ham yaxshi. Hop, 18 ta qoldi. 18 ta o'yinni o'ynab keyin 3-darajaga o'tamiz. Bunda ham yaxshiroq valyuta ishlaymiz do'stlar. Hop, keyingi bo'limda ko'rib chiqamiz. Buni boshdan ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz juda ham katta dastur do'stlar. Ancha yildan beri ishlab kelmoqda. Hop, mana shu mining apparat 100.000 PS 18% plyusda 31 lataga sotib olishimiz mumkin ekan. Buni 16 ga do'stlar, 8 10 ta energiya, bitta bonusli power 7 kunga olishimiz mumkin ekan. Hop, eng oxirgi bo'limda bosamiz. Bu yerdan biz kerakli bo'limlarni topishimiz mumkin. Marketplace bo'limidan biz do'stlar mining apparatlari o'zimizga kerakli bo'lgan
apparatlarni sotib olishimiz mumkin. Bu yerdan kimlar YouTube'da ham bu yerda bizda hech nima yo'q ekan. Keyingi mana shu bo'limda ko'rib chiqamiz. Bu yerda vazifalarni bajarib, relevant o'yinlar ishlatishingiz mumkin bo'ladi. 1750 ta RLTSga almashtirishimiz mumkin ekan. RST mana shu CNC token mana shu 30 ta bor bizda. RLT 48 ta bor. Tron 01 Tron bor, Dogecoin 0.2. Mana shu tarzda berib boraveradi do'stlar. Polygon bor 0.21. USDT ham yig'ishimiz mumkin. Xo'p do'stlar, endi bu yerdan Activate bo'limini bossangiz do'stlar, mana shu yerda do'stlar biz o'ynaganimiz sari bizga narsalar berib boriladi. Xo'p, hozir bizda 50 RST bor ekan. Bu yerda 500 RSTni ham olishimiz mumkin ekan. 5 ta batareya, bunda ham 5 ta batareya berdi. Mana shu o'yinlarni o'ynab ham narsalar yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, do'stlar, endi 4G bo'limini ko'rib chiqamiz. Kunlik bonuslar beradi do'stlar bu yerda. Hop, bu bo'lim kerak emas bizga. Endi marketplace bo'limini ko'rib chiqamiz. Biz sotishimiz uchun sell tugmasini bosamiz va sotib olish uchun buy tugmasini bossak, hop, birinchi bo'limda al. Mana shu narsalar do'stlar. Ikkinchi bo'limda Miniers, Partes, Rakes do'stlar, mana shular do'stlar. Mana shu nomlanadi do'stlar. Hop, bizga kerakli bo'lgan asosiy narsalar mana shu Rakes, batareya va mining apparatlarini sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan bo'limlarni tanlab sotib olsangiz bo'ladi. Hop, bizda hozir 348 ta RLTimiz bor ekan. Shunga yarasha ko'rib chiqamiz. Mana bu bor ekan. Hamster station bor ekan do'stlar. 3 RLTga. O'sha boyagini olaveramiz. Hop, qani 3-bo'limdagi Hop do'stlar, buni olishimiz uchun biz 3045 RLT to'lashimiz kerak ekan. Power 2191, 792 bonus ekan do'stlar. Hop, bu yerda o'zining statistika ma'lumotlari do'stlar. Buy tugmasini bosamiz. Yana buy tugmasini bosamiz do'stlar. Continue tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, biz sotib oldik. Endi asosiy bo'limga o'tamiz.
Hop, bizda mana shu bo'sh do'stlar birinchi bo'limga qo'yamiz. Buni ustiga bosib install tugmasini bossak o'zi avtomatik tarzda joylashadi. Hop, ko'rib turganingizdek bizda yana bitta mining apparati bo'ldi. Hop do'stlar, soatiga 00:14 143 uralati ishlar ekan. Yaxshi. Har kuni kirganingizda mana shu yerda energiyangiz tugab qolgan bo'ladi. Hozir meniki 1 soatdan so'ng tugar ekan. Mana shu chaqmoqni bossangiz o'zi avtomatik tarzda qo'shilib boraveradi do'stlar. Hop, dasturimizdan hozircha shu. Yana boshqa videorolik chiqaramiz. Qanday savol, nima savollar bo'lsa yozishlaring mumkin. Tushunmagan joylaringni keyingi videorolikda tushuntirib o'tamiz do'stlar. Pul chiqarishni ham keyingi videorolikda ko'rib chiqamiz. Barchalaringga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha